ikkita Malibu haydaydigan akalar biron joyda suhbatlashib qolsa yo bir o'tirib qolsa, mavzu 90-80%, 90% shu mashina haqida, Malibu haqida bo'ladi. Bo'lib ham X bo'lsa. Mashinani tezligi haqida, qayerdan benzin quyasiz, necha ming yurganda olgansiz, olib qancha haydadi, shunaqa va hokazo. Hadovoyni qayerda qildirdingiz? Qildirganingizdan keyin qanaqa natija bo'ldi? Zavodskoy bilan farqi zo'r bo'ldi, yaxshi bo'ldi. Bu joyga borsangiz zo'r bo'ladi. Hech qachon Malibu haydaydigan odam Cobalt klapin kuyish haqida gaplashmaydi. Videodan maqsad nima demoqchiman? Bitta Malibu'ni hadovoyni qilib beruvdik. Akamizga yoqibdi. Xudo ishimizni zo'r chiqarib beribdi. Egasiga yoqqan. Yana bitta Malibu jo'natgan XL Carrera. Zavodskoy mashina 9 ming yurgan. Hozir bitta ko'rsatamiz. Nima ishlari qilinadi. Mana shunisini olib qolganmiz. Yangi yil mashina. Vtulkalarini polni mana Zavodskoy. Shunaqa holatda bo'ladi. Buni biladi. Malibu minadigan ekan. Mana buni motorini tushirib qo'yganimiz mana hadovoylari qilingan. Hali Merstga bu oldi qochdi gapni sizlarga keragi yo'q. Bizga umuman kerak. Tayyor ko'ring. Xudo xolisi, chotki qilib, go'zal holatda qilib beramiz. XL Zavodskoy Radnoy hamma yo'g'i olib qoldik. Xudo xolisi to'ral amarzatlari bilan yumshoq qilib beramiz. Mashina kemada ketganda ketadi. Nima demoqchimiz videodan maqsad? Shunaqa mashina haydaydigan tanishlar, aka-ukalar bo'lsa, behijolat jo'nata orasida, xudo xolisa chiroyli qilib, go'zal holatda qilib tayyorlab beramiz.